Şinjan Qambiri Madaniyat Tarixi Şirketi surat kelib ishlagan Lider Basqan yo'llar programmamizning yangi soni orqali sizlardan diydorlashganimdan to'liq xursandman. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Husinjon. Bu programmamiz sayesinde cana kılıkan karxanchi liderlerimizin kısaca hayatını dönüştürüşünü, şundaqla ana shu utuq qazangan karxanchi liderlarning tecrübelerini so'zlash orqali iyilik tiklash yo'liga yangi qadam qo'yayotgan yoshlarimizga ulgu ko'rsatishni asoslagan programma. Undaqda bu san programmamizda o'zing karxanchilik hamda tijorat yo'lidagi agir to'qayliq hikoyalarni biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan karxanchimiz Sadiqin u jarayonda qanday jafo mushaqqatlarni boshdan kechirgandir. Bu mazmunlar qiziqsangiz diqqatingiz programmamizda bo'lsin. Yıldızlar kecha osmonini yo'riq qiladi. Ammo zimindimi yıldızlar borki, yorqin, rangdor sho'lalar bilan hayotimizni go'zal julalantirdi. Star bizning yenimizdagi, qalbimizdagi marka. Shundaqla u bir tirishchan, ijodchan, iyilik tikluvchining barligi, hayoti va o'zini chaqnatgan yulduzidir. Har kimda go'zal arzu, armon, tilak bo'lgandek, mening arzuyim 2005-yildan boshlandi. 2005 yılı mən Xalqara Çoğun Bazarının 6. bina 2. qavat stat koçisi 1130 kvadrat orunu icaraga aldım. Şu vaqtda yanımda faqat 5 yıllık pul var. Şunun arqılıq mən bazar küzətdim, bazar küzetiş arqılıq 2005 yılı 12. ayının 26. günü Şinjan Pastar Soğut Şekil şirketini kurup çıktım. Hem de o yanın ismini stat koçisi qilib, dağlıq kiyim-kechak do'konlarni xaridor chaqirib Star ko'chasini qurib chiqdim. Shuning bilan 2006 yili Star go'zallik salonini qurib chiqdik. 2008 yili 1-oyda Lider chash mahsulotlarini bozorga soldik. Mahsulotlarimiz iste'molchilarning qizg'in qarshi olishiga erishdi. Aslidagi bir xil turdan tadrijiy ko'payib, hozir 70 xil turga ko'paydi. 16 yili 10-oyda ko'lami 15 ming kvadrat metrdan oshadigan kiyim-kechak, yerim buyumları, zıbızınlar, talla bazarı, yemek içmekini asas kılgan 15 ming kvadrat metrden aşırılan cemi beşkak orununu Star Xalqaralık Mevcut Giriş Merkezi'nde kurup çıktı. 2017 yılı 3. ayda Dönkullu Setiş Şirketi'ni kurup çıktı. 2018 yılı 10. ayda hükümetin koyuşu hem de kalbi rehberlerinin koyuşu bilen partiya yetkisini kurup çıktı. Şirketimizde hazır her xil milletin tartib topgan 300 dan ortiq xizmatchi bor. Mening ig'irligimni ko'tarib, xizmatimda meni izchil qo'llab kelgan yo'ldoshimga alohida rahmat aytaman. Ondan boshqa urug' tuqqan do'stlarimga, hamkorlashuvchilarimga, izchil men bilan tang taraqqiy qilib kelayotgan xizmatdoshlarimga rahmat aytaman. Uyingizning yorishig'i, oilangizning huzuri, o'zgacha uslub, oliy darajalik materiallardan ishlangan Shoh O'rda isil uy jihozlari. Shoh O'rda. Qadrli ko'rmanlar, har san programmamizda biz karxanchilarimizning o'xshamagan hikoyalarini anglab chiqdik. Undaqda bu san programmamizning aziz mehmonlari bilan birlikda tanishib baqaylik. Mana bizning sahnimizda Naydinchilar holatda ikki go'zal qizimiz va bir shoy yigitimiz o'tiribdi. Undaqda bu tunish men ko'ngilni ko'rib olgan nurg'un do'stlarimiz hozir taniy olgan bo'lishi mumkin. Undaqda men ko'pchilik bir tanishib o'tay. Şinjan Pastar So'z Chekish Shirkati, Şinjan Star Mablag' Selish Chekish Shirkati, Star Xalqaro Mol Sotish Markazi, Star MP To'r Savdo Subsi qatorli shirkatlarning quruvchilari bo'lgan Mijda Pandim va Patril xonim, xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Bu yoqdagi bu go'zal xonimni balki tanishtirmasam, hammalarga tanishdik. Ya'ni Şinjan Opera Uyumining davlatlik birinchi darajalik artisti, el qalbidan o'rnagan tanlıq aktyorimiz, sevimli san'atkorimiz Guljamal Matniyaz xonim, qarshi olamiz. Yaxshimisiz? Bugun sho'larni mana shu Lider Basqan yo'llar programmamizni ko'rib intayin xursand bo'ldim. Bugun bir yangi hikoyalarni anglash olib turyapmiz. Endi Star deb qoldik. Balki mana shu qaytib ko'tirgan Star binasini hammalar ko'rgan, ham bu yerga kirib o'zimizni yaxshi ko'rgan nurg'un mollarni setib olgan bo'lishimiz mumkin. Buning ichida tanlıq kiyim-kechaklar, zib-ziynatlar, yemek-ichmaklar, demak, biz yaxshi ko'radigan, biz ehtiyoj bo'lgan har qanday
Selsitliklar bo'ladigan bir cho'ng savdo saroy. Undaqda mushu stardan iborat savdo saroyni, bo'libmi stardan iborat hammaga yoqqan, boshlamchi korxonchi o'rinda hammalarga ulgu bo'layotgan mana shu korxonchilarning vakillari bu ishga kelgan ko'rgan vaqtinglar balkim hayron qolgan bo'lishinglar mumkin. Chunki endi mushunchalar cho'ng ishlarni qilganlar balkim noyati pishqan salobatlik cho'nglar bo'lishi mumkin, bir hadlarimiz, aqllarimiz bo'lishi mumkin deb o'ylagan bo'lsa kerak, lekin qarg'animizda noyati yosh bir jup ayol mana shu star xalqaro savdo shirkatidan iborat mushundaq bir shirkatni o'tirg'i chiqarib, xalqimizningki har jihatdagi turmush ehtiyojini qamdash uchun uzluksiz tirishib kelayotgan korxonchilar bo'ladi. Unda bo'lsa, starni tilga olgan vaqtimizda endi mening dastlabki ko'z oldim keldigani ana shu Dabazaga joylashgan Star savdo markazi, shundaqmi? Shu yerga kirgan vaqtimizda biz bek hayajonlanib ketdik. Balkim Guljamal odam shu yerga kirgan. Dabazaga kirgandan keyin birdan cho'g'lab boqimizda endi aşı ağırdaki star koçusu qilib bormaylimi? Aşay barsaqla biz algan narsa hammasi bor. Bor ekan. Vaqt yashaydigan vaqtda biz udur star koçusiga ketdik. Demak, ana shu star koçusi hamma xonim qizlarni o'ziga naytimi jalb qilgandi. Unda bo'lsa, o'sha star koçusini markaz qilib turib bugungi temamizni boshlasak, Fatgul xonim siz qachondan boshlab savdo saroy boshqarish ichki sohasiga qadam qo'ygandingiz? Biz aralashishimiz 2005-yili shu xalqaro cho'ng bozordan 1000 kvadratdan oshadigan o'rinni ijaraga oldik. Shu vaqtlarda bizningki shu mayli Sanshxans bo'lsin, mayli Dabazada bo'lsin, isil kovdan kiyimlar batdi, qimmat yaxshi kiyimlar, lekin bu do'konlarning noyatiliqi tarqaqlashgan bir yerga yig'ilmagan sababdan bu do'konlarni noyat ko'zga chiliqmaydi. Biz shu chaqda mushu bozorning bo'shliqni his qilib, biz o quruq o'rinni ijaraga olgandan keyin u yerga do'kon ko'lamiga, do'konning bezilishiga, ham do'konningki kiyim-kechakning chingli deymiz, hamda bundaq tizlishiga alohida ahamiyat berib, biz shu yerda 2005-yili 12-oyda Star ko'chasini qurib chiqdik. Demak, shu peti bir 5-6 yilgacha Star ko'chasi, Star ko'chasi. Avvat bozorlarning shunda. Xonim qizlarimizning bak yaxshi erishdi. Chunki avay siz o'zingiz deb aytganingizdek, u yerda shu kiyimlarning sarxili, xalq mollarining zig'zinatlarning hammaning sarxillari to'g'ri sanalgandi. Lekin bu jamoada mu avay degandek chiqib kirgan u yerga. Shundoq. Siz o'sha yerda mal sotib olganmi deyman? Albatta. Az emas. Star taniq mallar jamg'arma desak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ldi-ku. Chunki xonim qizlarimizning ehtiyoji bo'lgan har xil zibizinat kiyim-kechak mayli, taniq markalar bo'lsin, odatdagi normalniy markalar bo'lsin, har qanday bir xonim qizlar kirsa, o'ziga loyiq bir o'ziga mos keladigan kiyim-kechak zibizinatini sotib ola oladi emas. Mana shuning uchun bay siz degandek atasak to'g'ri bo'lgudek. Demak, endi jamoadan o'zim e'tirof qildim. Endi normalda endi shunday hamda ekran chiqib turayotgan cho'lponlarni Dabazalarda bizniki endi xonim qizimiz ko'rganda bir xil hayajonlanib ketadi. Endi shuni o'ylab bo'lsam, endi men cho'qim eng yaxshi holatda, eng chiroyli holatda kiyinib yurishim kerak, o'zimni har vaqt ro'y gapiyatim yuqori tutib turishim kerak deb shu ekran chiqargan o'zimizga bek diqqat qildim. Endi jamoadan demak o'ziga tushadigan kiyimni tanlash uchun cho'qim nuqtani to'g'ri tepish kerak, ha? To'g'ri. Shunga endi starni tanlaganligim menimcha shuni yaxshi ko'rganligi, shuni e'tirof qilganligi. To'g'ri. Ondan sonra Star diyen bu marka belki özgüce. Endi bu Star'ın mənisi həmimizə aydın bir çolpan, yıldız diyen mənanı verdi. Çaqnağan degandek. Aynı vaxtda şu marka necə talab etkinsizlər? Aynı vaxtda bu markani biz bu xalqarada umumyüzlük işletidigan bir isim bulup, biz hamda bizning shu ko'chimizning dastlabki bizning masalan biz maktab bitirib savdo yo'liga qadam qo'ygan tunji ishimiz, hamda shu tunji ishimizning butun Shinjang sahnosida emas, ichki o'rklarda yulduzdek chaqnishini umid qilib, shuni biz bu ismni tanlab qo'ygandik. Demak, endi hozir qadar shu har qanday bir savdodagi qaysi bir sohani tanlasangiz, shu Starni cho'qim ishlatadi ekansiz, qarsam. Asosligi Starni qo'yamiz, lekin endi qo'shimcha bizningki boshqa kasblarimiz ham bor, lekin ismi o'xshamaydi. Asosligi shu Starni cho'rdigan asosda qo'yamiz. Hozirgi qarsam, ana shu foydalanishlar gap qilyapti, ben müjdependim bu bor. Hissiyatlar bir o'rtaklash baqim kelyapti. Ayniqsa Fatgul xonim shu savdo boshqarish ichki sohasiga qadam qo'ygan vaqtda sizning cho'qim qo'lingizda deb o'ylayman. Shundan hozirda natijalar barliq keldi. Ayniqsa sizning ta'sirotingizni anglab boqqanman. Ayniqsa ta'sirot shu biz yosh bo'lgandan keyin ishlar haqq baxmadan bir yangilik bozor yo'qlikni, kamchilikni bir baqali deb shu qo'llab kelayotgan tam ishga kirishib o'zimiz
balkim bu jarayonda nurg'un javob jafolar bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki endi izchil boshqa qilib kelayotgan narsani qilish biroz oson, chunki asosi borda, yo'li kechasi bor. Lekin endi bir yangilik yaratmak intayin tez. Gerçi qarasak ham kiyim-kechak bizning ko'chalarda bakcha bozorda bakcha deyish mumkin. Lekin endi shuning sarxillarni tanlab, kishilar kirgan amallar xuddi ham masalan bizga o'xshash ma'lumot taqiq qilishni yaxshi ko'radigan odamlar nisbatan ko'ylakni tanladik. Endi buni bir zibzunat ketadi, bir so'mka ketadi, oyoq ketadi, chashqa olib ketadi degandek. Endi mesela sizlar ko'chaga kirgan vaqtimizda ixtiyorsizlar madukan makiyaga alan taqablar deblar asharni tutiblar. Bir mujassamlashgancha hamma yig'inchoq. Shunga chiqqanda mushtarlardan Fatma xonim balki ko'p izlangan bo'lishi mumkin. Albatta siz ko'p izlangan bo'lishingiz mumkin. Menimcha Mujtabaning aqsat xizmatlarini jiqlab degan deyman. Chunki nurg'un vaqtlarda haliqi erkaklar bizga yo'lak bo'ldi emas, mana yulinib bir tag'da yo'lak bo'lgan ekan. Shunlar Fatma shun xotirjam bir ishlar yuribdi. Amniyatda aqdan Mujtabaning men bor. Aslında aytib kam so'zlar shu Fatmada shamishlar tayoqqanda tamal vestlar bo'ladi. Ondan sonra star demek endi shu peti chaqnıgan holatda mana hozir qadar ham meni yaxshi ko'rgan bir marka aylandi. Shaxsan endi bizmi shu Guljamola Davishkimizni to'liq star salon uchrashib qolamiz. Endi chechimiz biz kunda aql programmalar chiqqanki xilma-xil yasaymiz, fajolarni charchaymiz, eli bugunimiz tuzlaymiz degandek. Shuning bilan bizmi shu star saloniga, ya'ni chash yasash markaziga chiqraq boramiz. Bu yerda biz chashlarimizni qo'lay qilamiz, har xil boyanlarda. Shu yerda Guljamola Davishkimiz to'liq uchrashdik. Endi bugun men bunday o'yindimda shu programmamiz boshlashdan avval chiqqan munosib nima deb so'radim. Guljamola dedi, birinchidan ishimiz do'st dedi. Ikkinchidan men star salonniki koni xaridori dedi. Demak endi bizda mishada bir 3 yilimiz bir bog'lanish star salonida biz star güzellik saloni. Güzellik salonida biz güzellik haqida izdandik, güzellik haqida o'rgandik. Ham hozir qadar izchil tirishib kelyapmiz. Sizlarning shu tirishchiligingizga biz mutlaq guvoh bo'lib menyapmiz. To'g'ri. Shunga chiqqanda bugun star haqida ko'ngilli paramlashdik deb o'ylayman. Endi hozir davrning ehtiyoji, bu kishilarningki ehtiyoji kundan-kun yuqorilab ketayotgan siri korxonachilar uchun besimni eshib ketdi. Bunlarda amniy kunum var, mening backpochi o'tirib, qay yuzaj ping fan yaxshi deb. Hozircha undaq emas. Hozir bir yoqdan to'g'ri sodisi bor, undar sodisi bor. Ya'ni degan degandek so'diniki turbak chaqlab ketdi, to'g'ri. Shu qanday endi mana star sod chekish shirkatimi, to'xta, bu odamlar bekam bu kitobda biz mashlarga yetishamiz bo'lmaydi deb o'ylab, yaqinda MP Star deb marka chiqadi. Buni ma'nosi men so'rayman sizlardan ya. Demek endi hozir shu to'r bozoriga yurish qilganlardan hammalarni aytib xursand bo'ldik. Chunki endi davlat ehtiyoj nima bo'lsa, biz shuni qarab ma'nosa shu sabda uzib chiqa olamiz. Agar u sabda ma'nosa yo'q bo'ldi, mening mush dokumentim bor, kelsan ana desak, biz bu vaqtda so'zimiz rivojlanmaydi. Xalq uchunmi ras xizmat qilolmagan bo'lib qolamiz. Undan esa shu to'r do'koni ichishniki oldi keyindagi hikoyalarni anglab boqaylik. Şahsen bizningki şu MP Star'da bir yakında elektronlik to'rsipisiga yuzlandik. Aldı bilan şahsen bizningki şu MP deganning ma'nosini tushuntirib qo'ysam, biz Star'ni hammalarga hammamiz so'zlashib bildik. Mush MP degan arayal ishkimizning ismining baş harfi. Endi bu bizga shaxsiyatchilikni aralashtirdik. Demak, biz shu Star shirkatini qurib hozir 15 yil bo'libdi. Endi men yangi bir elektronlik to'rsipisi qilganda, endi o'zimizni shaxsan o'zimizni yaxshi ko'rgandek, shu markamizni yaxshi ko'rib, butun Shinjonga ham butun ishkir o'lkalarga tunutish maqsadida o'zimizning Mijit Patugul degan ismning baş harfini qilib, Starman MP Star elektronlik to'rsipisini qurib chiqdik. Kishilar o'ziniki qizini ya bolasini ismini shirkatga qo'yib oldik va endi sizlarning ras o'zgacha o'zimizning ismini qilib oldik. MP Star. Bundan sende shu to'rso'si 100-yillarga sababchi. To'rso'siga 100-yilimiz sabab bo'lsa, endi buningdan keyingi taraqqiyot, buningdan keyingi 10 yillik taraqqiyot. Shaxsan boshda abiyatin sizmi dedingiz, biz burun to'rga haqiqatan sal qarab tikamiz. Biz 15 yildan yoqi amili setish do'konini asos qilib, mayli salon, güzellik salonimiz bo'lsin, savdo saroyi bo'lsin, mayli bizning yana bir girim buyumlarimiz bo'lsin, amili setish nuqtasini asos qilgan. Endi ma yangidan buningdan keyingi taraqqiyotga yuzlanmasak, xalqning kaynida boshqalarning kaynida qoldik ekanmiz. Shuning biz bu qitim hisobda shu yechingmi asosli sabab bo'ldi deyman.
Şunu asas qilib turib biz uyda yanfa qilib shu start Dianshang hamda hozirgi elektronlik to'r supisi hamda elimizga kirganda bu Dianshang deb ataldi ekan. Shunga yuzlandik. Buningdan keyingi 10 yillik taraqqiyot asosan shu to'r supisida bo'ladi ekan. Demak, Shangchangni to'rga ichib oldik desak bo'ldi. Shangchangdagi bizniki kiyim-kechak mayli talla bozorimiz batdi, kiyim-kechaklarimizni kilayli bozorga salamiz. Hozir shu talla bozorini ichib oldik to'r supimizdagi isil bo'lgan talla bozorimizni ichib oldik. Unda bo'lsa, NP elektronlik to'r supanglarda hozir qaysi xil mahsulotlar bor? Elektronlik to'r supimizda hozir 300 xildan ortiq mahsulot turlar bor. Masalan, xalqarалық attirlar, aqsillar, anandan keyin gap 0 yaşdan bo'lgan 3 yaşgacha bo'lgan bolalar mahsulotlari, turmushimizda ishlatadigan har qanday turmush buyumlari, qatorliq mahsulotlarimiz 300 xildan oshadi. Endi 5-oygacha bizning yana yaqinda bozorga solgan zib-zinatlarimiz, ish kiyimlar qatorliq mahsulotlarimiz, yana 200 xildan ortiq mahsulotlarimiz bozorga solindi. Demak, hamsa xalqarалық markalar, anandan keyin sizlar o'zingizlarning markalarni kiramdi uning ichiga. O'zimizning markasi kirmaydi. O'zimizning markada endi bu bir to'r supimiz. Bizning o'zimizning markasida ayrim bir Şiti diyen emeli dükkanına asas qilg'achqa o markani biz motor supisiga akirmadik. Bizda bu yerda shu markalarning jo'g'lanma rayoni hamda butun xalqarалық marka bo'lsin, dangliq markalar bo'lsin, o'zimizning mishadagi ichki o'lkalarning dangliq markalarning hammasining jo'g'lanma rayoni shu to'r supimizda. Bundan bir kichik menshuydi ham nima o? Kichik menshuydi. Aslida menshuydi dedim, menshuydi nemalar bilamiz, hamda boshqa kechirim qildigan savdo rayonida. Sizlarnikida bu azroq bo'lindi ya? Azan. Aslida shu to'r supisi alayligi balkim nurg'un do'stlar qiziqyapti. Amsa elektron to'r supalariga qanday alayligi bor? Elektron to'r supimizning eng chong alayligi uxlab yetibmi pul topqil bo'lgan bir to'r supisi hamda bizniki bu uxlab yetibmi pul topqil bo'ldi desam nurg'un odam bunga nisbatan hayron qilishi mumkin. Lekin bizning to'r supimizda haqiqatan uxlab yetibmi pul topqil bo'ldi. Faqat barmoqni ishlatibla uxlab yetibmi pul topqil bo'ldi. Eng chong alayligimiz. Endi demak bizniki buningga butun Xinjiangdan vakolatchilarni ham do'kon vakolatchi deganimizdan o'zi ham faqat do'konlar deb tushunsak bo'ldi. Qabul qilyapmiz. Demak shular bir bizali pul bilan a'zo bo'lib qolish orqali o'zining ostiga odamlarni qachlab qo'yish orqali uxlasin yoki sayohat qilsin degandek har qanday sharoitda ularga nisbatan bir kirim bo'la oladi. Uningdan boshqa bizningki mablag' har qanday vaqtda isklat nol, mablag' masalanga boshqalar to'xtamay mablag' sanmaydi, isklati nol bo'ladi, mal besilib qolmaydi. Butun Xinjiang bo'yicha kira haqsiz. Hatto uningdan eng chong alayligimiz shu Urumchi ichidagi xaridorlarimizga nisbatan mal zakaz qilib 2 soatgacha uyga boradi. Demak bu meydan bilan o'xshash degan gap biz o'zimizningki to'yin larimiz bor, mal zakaz qilib danza tushib bo'lguncha 2 soatgacha mallar uylariga yetib bordi. Bu vaslan bu endi demak bizniki Urumchidagi xaridorlarimizga nisbatan nihoyat qulayliklarni ekiladi. Demek hamsa hozir shardan qilsak 2 soat egalik keladi degan gapda. 2 soatgacha keladi. Tomoq buyurtgan o'xshash. Ondan biz bunu lekin hanım kızlar avarılmay öyle shu hamma narsani tayyor qilib qo'yib o'tiriblarmikin, masalan bozorga chiqishim ketmaydigan uy ishlarni qila oladiganmiz, kitoblarni ko'rganlarmikin, palonchi kiyimlarni, palonchi atirlarni deb qo'ysak akab berdik, bozorga chiqadigan vaqtimiz tejilib qoldik. Yilqi bizga texmi vaqt nihoyat qulaylik qildi ekan. Bu yaxshi bo'pti. Bir masala bor jamoada. Akab bergan bilan bo'lmaydi. Shonchang bilan o'xshash bahamu, azanmi degan bir masala kelib chiqdi. Albatta, chuqum azan bo'lmasa bo'lmaydi-da. Masalan, siz abay dediniz, do'konlar qabul qilmasdi. Uning bir o'lchamlar bo'lishi kerak. O'lchamlari bor. Bizniki 2021-yilga asosliq shu planlarimiz shu o'zimizningki vakolatchilarimizni 30 ming butun Xinjiang bo'yicha 30 ming do'konlar qabul qilish. Bularniki o'lchamlari masalan 1-daraja, 2-daraja deydi, 3-darajagacha. Biz asosligi 1-darajalik vakolatchi bo'lganlarga ko'pincha shu amaliy setish do'konini bizning to'rning yana bir alaylik nuqta qaptimi. Amaliy setish nuqtasini asos qilamiz. Faqat to'rdil bo'lib qolmasdan bizningki butun Xinjiangdagi kelayli 300 dan ortiq amaliy setish nuqtasini etish planimiz bor. Shu 1-darajalik vakolatchilarga biz asos jihatdan talab qo'ydiganimiz shu amaliy setish to'qisini asos qilish. Endi 30 ming degan gap san odatda deyilishga oson bo'lgan bilan faqat odamni chuchitadigan bir san. Buningga nisbatan bizning 3-darajalik vakolatchilarimizga nisbatan butun Xinjiang bo'yicha 30 ming odamni qabul qilib, demak shu to'r sohasida
bizniki bütün Şinjan bo'yicha hammadan ola oladigan, hammadan savdo qila oladigan bir sharoitni yaratish uchun biz endi mush alayliklarni asos qildik. Demek endi azramda chiq kishilar shu tor savdosi bilan shug'ullanib asosan tushunib qoldi. Dastlabki mashg'ulotlarga qarshi biroz murakkabdek his qildi, adres to'shqizish, bu degandek mashg'ulotlar bor. Unkin dastlab bilamamdi, Beşağda mançı milyon eklan ya mançı mığını eklan dep deydir ki manında onda cık somunu talep qilmaydi. Ama şundaq da mühim şunu qaçlaq qo'ysam rəs işlətməm deb nurgun kişiler təkəkkür bo'lishi mumkin. Lekin onun birlik kirişib olgandan keyin astasa onun o'zi yeyinayotgan foydalarini o'ylaganida abay degandek shu uxlab yetibmi pul topib bo'lganligini his qila olishi mumkin. Undan jamoada sizmi bir shunday o'ylayaptim. Bu uxlab olmaydi. Azroq pul topshirib qo'ysangiz, ha shu do'konlar bu o'zingiz bir do'koningiz bor bo'ldi. Shu uxlab yetibmi pul topib bo'ldi desa, avatnas o'ylayaptim. Qanda uxlab yetib. Qanda uxlab yetib pul topib bo'ladi deb endi pul degan hammaga lozim bo'ldi. Jiq bo'lsa hech kimga ziyon emas-ku. Lekin o'ylab biqib mamda o'ylsam men do'kondan biran ichib qo'yamdim ya Nazigul. Ha, tor do'kondan. Rasmiy juma. Vaqtida inanski do'stingizga chu etib qo'ysiz. Alay deb tabkin ha. Ham pul topib olayotganmiz, ham o'zimizga qulaylik bo'ldi-ki. Undan keyin bundaq atrofdagilarga mayliqi yaxshi maslahatlarni tunishtira olayotganmiz. O bu bir do'stlarga bo'lgan mehr-muhabbat, o'zaro mehr-muhabbat yetkazib ekanmiz. Shuna yaxshi bo'pti. Endi hozirgi shu turmush xizmat besimimiz, noyat oldirash o'tayotgan vaqtlarimizda shunday bir tur do'konlarning ichilishi bizga jiq qulayliklarni to'g'ri aytsa. Endi biz ba'zi vaqtlar bo'yicha o'ynagan vaqtimiz va nimda jiq narsa chiqardigan bu odamlar deb o'ylashimiz mumkin, lekin shu kunlarning birida siz ma'lum bir narsa ehtiyoj bo'lgan vaqtingizda shu odamni topolmay jilib ketasiz. Sizlar shunday yo'l kim chiqargan? Haqam bo'g'it dedi. Ne deb. Bunga bo'yicha yozmiz. Falan çaş məlumatını kim çıxarğan? Allah qılsın. Allah qılsın. Çalışqan bu bo'yicha degan narsa nurg'un vaqtlarda ham bizni zeriktirgandek bezar qilgandek qilgan bilan, lekin amniy turmushimizda bizga ehtiyojli bo'lgan narsalarning nurg'unlarini biz ana shu do'stlar chambaraklardan mana shunday to'g'ri supulardan topa olamiz. Bunday bo'lganda bizning sirtga chiqadigan vaqtimiz, bozor jo'ygan vaqtimiz tejildi. Uning o'rniga biz o'zimizning turmushga ma'lum bir ishlarimizni qilamiz yoki xizmatimizni qilamiz degandek yoki oilamizga hamroh bo'lamiz. To'g'ri. Şans qamdım şu davrning taraqqiyoti bo'lib, bu partiya hukumatimizning bizning korxonchilarimizga ish berayotgan mana shunda yeşil chiroqlari mobaynida nurg'un afzalliklar borligi keldi. Bundan intayin suyundik. Amisa Guljamalada demak sizmi mana shunda bir tur so'zning ichilganligida intayin xursand bo'ldingiz. Mushchatki yoki mush tijoratga bo'lgan ko'z qarashingizni bir o'rtoqlashib baqaydichi. Buldu şu muhabbetiniz oylavatım uxlab yetib pul tapqıl buldu degenge kalambek ta'sir qildi. Onun nurg'un turishlar bor. Siz degandek do'stlarning chambaraklarida har xil masalalardan tanishtirdi, turg'un qolaylik. Ammo bu tordan endi bir narsa ilishni o'rganyapman-chi. Buralarda ancha bilmaydim. Yani bak kartı qo'lgandan boshlablar. Ha. Shuni ularga boshqa to'xtab turmishdi. Sal o'zim bisilay debchi ayollarning bir bizning bir alayligimiz bor. Masalan, bir narsani yaxshi ko'rsak, to'xtab tur demaylarmi? Baqalchi, bo'lganki qanday bo'ldi deb bir qiziqish bor. Arqadan narsa nayt qiziqimiz. Lekin shuni qiziqish jarayonida lekin bir kirishib qolmaydi. O'zim misal bisib olgan. Qarab boqsam, atrof nurg'un narsalarga vaqt chiqmadi. Ehtiyojim borki, mesela do'stlarning chambaraklaridan ba'zi bir ashta tursulardan ba'zi narsani oppoqdim olsam, baqolaylikka adresimni yozib berganman, telefon nomerini yozib berganman. Voy keldi, meningda telefon urdiga birdan nima kelganmiz, bozorga berib, anikin u magazindan o'chirib turib, uni qilib qo'yguncha bir muncha vaqt ketadi ekan. Endi hozir bu jiddiy vaziyatda hammadan aldirash unday bo'lgan ekan, bu to'rsupski bu mulozimat biz xonim qizlar uchun bo'libmi baq qolaylikka. Shuning uchun men mana shu amdilar har xil to'rsuplarni ko'rgan bo'libmi, hamda men patikul sog'lomlikki o'z vaqtidagi shu star go'zallik saloni açqa vaqtidimi shu vaqtning o'zidami bir xillik hammalarga bir yangilik bo'lgan noyda alaylik bir salon ochqandik. O vaqtlarda salonlar bek az, boshqalar ochgan boshqa millatlarning jiqdi, lekin bizning atrofimizda shu patigulniki ham demişdi, Becid efendimdan ikkisininki bir yangiliklarni qilib, mayli san'atkor bo'lsin, mayli odatdagi xonim qizlarimiz bo'lsin, hammamizni shu bir go'zallik saloniga bir jiqqanda jam qilgan. Undan keyin men shu vaqtda bu qiz bilan tanishganda bek kichikda bu qiz hozirmi kichik qo'yamdi. Shu qarsam shubit turdi, qatirib qo'ygandek hozirmi? Salonda bir. Baxtiyatif bor. Shundan qilib ajab bir bu qizning bir kichik turib, yosh turib bularning bir ideyasi ilg'or ekan, ilg'or bir madaniyatni qabul qilib, hammamizga bir aktiv energiya beradigan bunda bir yaxshi go'zallik sohasini qilib deb xush bo'lgan. Shundan boshlab biz shu chechimizni asraydigan, bunda bir ishlar
bolsa, hazırgacha 10 necha yil bo'libdi. Patugul mayli bo'lsin, bo'lmasin salonda, hozir men boshqa singillar, shogirdlar bor. Shu yerga kiryapmiz, uchrashib qolganimiz shu. Albatta shu. Shunaqa qilgan bu qizga bir qoyilligim bordi. Endi keyin shundan bilan meni o yerda barmatlaydi, ko'rsakmi, endi voy deb bak yaxshi nima qilamiz, davomli qilish bilanmaganda ko'nglimizda bir xil bir-birimizga bo'lgan bir hurmatimiz bor. Endi bu qizga bo'lgan bir xil meningcha bir qoyilligim bor-da. Shu endi qopab endi o'ziniki nurg'un jafolar bilan oshgan ba'zi starmi shu turlik mallarligi. Nimasi endi bu ma'lum sabablar bilan echilmay to'xtadi. Endi bo'lganda bu qiz yana o'rnidan dasturib hozirgi shu vaziyatimiz taraqqiyotgan zamonda bu tor supsi degan ma bir nimaga yo'lga mengibdi, bu vaziyatni moslashgan holda yana bir yangilik o'ziga uning Ariel ishkisining ismninki bosh harfini qo'yib MP-star degan bu nayt bir adamga yana bir qiziqish, adamdan o'zi tortadigan, jalb qiladigan bir ism bo'pti deb, buningdan shunda bir suyundim. Lekin bularnikiga bu Arielniki ittifoqligi, bir-biriga sodiqligi, bir-birining qo'llashi adam menga bak ta'sir qildi-ku. Bu ikkisi birlashib, mana bir to'r yangi to'r supsini ichibdi. Menimcha bularda umid bor. Bularning cho'qim shu kasbda cho'qim natija qozona oladiganligiga shunda ishlab turibdi-ma. Lekin hozirgi shu bizning mana xonim qizlarimiz nayt yaxshi ko'radigan, bizga qulaylik deb bildigan mana bir to'r supsiniki keng dairede içilişini biz nayet ümit qilamiz, shundaqmi bir yoqtiramiz. Shunga sizlarning shu ishlaringlarning utuq bo'lishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Chin so'zlar. Biz ham shu go'zal tilaklarda. Bundan ham bir iyilik tiklash haqiqatan bir jafolik jarayon. Hozirda ham natijalar ko'rgan vaqtimiz balkim bu jarayonlarni unutib ketishimiz mumkin. Lekin korxonchilar shu biz o'tgan musofalarni unutib ketishi notayin. Endi bizlar shu natijalarni ko'rdik Allah. Bular ham shu jarayonlarni biz o'tkichilar. Endi siz shu iyilik tiklashning dastlabki vaqtlarida sizlar qanday qiyinchiliklar yo'liqqandinglar? Da aqlga yozib. Biz yuzda Şu Karkan iş jarayonida hamda biz 2005-yili hamda Star ko'chani ochdik 12 oyda. Hamda shu dastlabki bosqichda shu to'y qilib qancha bo'lgan vaqtlarda jur'atga vaqtlar desam. Jur'atga vaqtlar. To'y qilmagan vaqtimiz hamda. Hamda mushaqmo bir bozor iç haqda yangilik yo'q ekan bozorda. Mana bir yangilik bir nim qilmoqchi degan men dedim. Nayt yaxshi o'tdi. Haqiqatan bu bozorning bo'shlig'im bor. Shuni bir qilamiz degandan keyin meni qo'llaydigan boshqa odam yo'q deganda hech yo'q. Men bor yaningizda. Men qo'llayman, boshqa odam qo'llamasa degan. Bozor ish jarayonida mayli boshqa iqtisodiyatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, haqiqatan azroq qiynalib qoldik. Shu do'konimiz qilish jarayonida shu har xil ishlarga duch keldik. Har xil odamlarni ko'rdik, ishnimi ko'rdik. Hamda o kunlarni hamda o'zimiz yana shu hech kimga tayinmay hamda o'zimiz shu bosqichda o'tib ketdik. Sizcha eng cho'ng qiyinchilik qaysidir shu vaqtlardagi? Eng cho'ng qiyinchilik nima desangiz hamda hisobdami shu tijorat qilishdanmi shu masalan hamkorlashuvchi deymiz. Masalan shu hamkorlashuvchini yaxshi to'g'ri yo'lda tanlamasangiz, keyingi shu sizningki korxonaniki tarix qilishga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Chunki biz hamda shu tijorat shu jarayonida biz buni ko'rdik o'zimiz. O'z ko'zimizdan ko'rdik, bishimizni o'tdik. O'zimizmi o'tirib ishlayapmiz o'zimizmi? O'tiribmi bu jihatdan bakcha fikrlashdik. Shu hamkorlash uchun nihoyat muhim ekan. Kitobda yozilgan mayli qanday yerga bir rasmiy sohasin yoki tijorat qilsin, cho'qim hamkorlash uchun cho'qim yaxshi tanlash kerak, o'rinni yaxshi tanlash kerak. Mayli u uyning egisini shuni cho'qim yaxshi tanlash kerak deb bunday deyilgandan keyin biz shu bo'pti, bu savdoda ham bunday bir qiyinchilik bo'pti. Bundan biz o'tib ketimiz dedim. Men o'zimga dedim. Hech qisi yo'q, tijorat qilgan odam mangulik o'ngishli bo'lish notayin dedim. Odamning hayotimi shu, har xil egizbaslik oldu, oqim bo'ldi, qarim bo'ldi degandek. Men dedim tijoratdan bunday yo'liqqan bo'lsak, hech qisi yo'q, biz yana qayta noldan boshlab qilsak bo'laverdi. Chunki biz qurib qo'ygan shirkat
karxanlı ba, ballı ba işler Ən aldıqan. mühimi sizlərə işindiğən xəritə. Hem bizge asasiyette qo'llab kelayotgan aka do'st birodar urug' tuqqan deganlar bizni qo'llab kelyotidi nechoqli hozir. Shunga men bu patrul ko'ziga dedim. Bizni qo'llagan asosda biz yana qo'rqmaylik. To'g'ri yo'lni tanlab, to'g'ri yo'lni besib o'tsak bo'laverdi karxanni ham cho'ngib bo'lsa hozirgi jamiyatimizga bir kishilik hamda kuch ko'rsatsak. degan o'yda. Aysi buningki planlaringlarni, planlamoqchi çay içib o'tirib tuz bo'lganlar. Planlarni bizni bir xabarda qilsanglar, balki shu ekran oldidagi do'stlarni yaxshi ko'rganlar, do'stlar shuni anglasa bor. Chunki endi bir kishiga nisbatan bir orzu, umid bo'lgan vaqtida analdagi o odam har bir qadamini puxta basa oladi. Chunki endi shular sizlarga ishonadi. Shunday abay degandek 30 ming do'konlar tapamiz deydi. Ham shu 30 ming do'konlarni tepishda shu sizlarning ishlariga va'dalar asos bo'lib turdi. Bundan bo'lsa bundan keyin shu startlarniki planni xabar. Bizningki albatta men deb o'tdim. Bizningki shu 2021-yillik, ya'ni qisqagina 3 yillik plan deymiz. Endi qisqagina 3 yil plangacha bizningki shu Star elektronlik to'rsipimizdan torninki vakolatchisi 30 mingdan oshadigan, amaliy setish nuqtamizdan 300 dan oshadigan butun Şinjan bo'yicha Şinjanni qoplash. Endi bizning do'kondorlarga beradigan va'damiz bizningki birinchisi mahsulot sifatimiz bilan, ikkinchisi mulozimatimiz bilan, üçüncüsü bizning suratimiz bilan, to'rtinchisi bizning moda iqimimiz bilan, beshinchisi bizningki alayda baholarimiz bilan biz xaridorlarni rozi qilishga, vakolatchilarimizni rozi qilishga tirishamiz. Çay iç. Sizlar umid bakir ishonsak bo'ldi ekan. Ishonchimiz oshdi sizlarning shu to'g'risida bundagi taraqqiyotlarning nihoyat muvaffaqiyatli bo'lganga ko'zim yetkazib munosabat. Uyga berib yaxshiroq maslahatlashib baqa uyga. Bunlar bizden to'rsipimizdagi bir mahsulotlarni akaga mushkuralardan bir ko'rib baqsin demek ekan. Bu jo'zimizga maxsus shu qaysi mahsulotlarni siz Yozgan bo'lsa, mana demişim mahsulotlarni turib chiqqanda bu degan 4dan biri emas qo'dayman a. 300 xil mahsulotlar chiqqan. Demak, biz o'zimizga ehtiyojli mahsulotlarni aşı bozorni asta cho'glab sotib bo'ladi ekan. Uxlab o'tirib, tayyor qildik. Qo'yib, Endi asta bozor cho'glasak ekan. Ammo qilsak, harakatimiz texmozlab, texim samirib ketamizmi yo? Azizlik cho'glashi. Lekin jayron qilamiz. Chiniqishni tanaydi. Hamsa Guljamalda bugun atay vaqtingizni chiqarib programmamiz qadam tashrif qilsiz. Ben xursand bo'ldim. Ben Fatma xonim işte efendim bu pek hoş bo'ldi deb o'ylayman. Chunki endi o'ziniki shu agar To'qay tijorat yo'lidagi musofirlarni bizni so'zlab bergan bilan birlikda yana sizga o'xshash eng sodiq bir xaridori, eng yaxshi bir do'sti, sevimli bir san'atkorimizning o'zi bilan birlikda shu hikoyalarga o'rtoqlashganligidan o'zini shunday faxrlik his qildi deb o'yladim. Shundaqmi? Hamsa Guljamalda hammalarga intayin tanishdik. Guljamalda qarasamla birinchi isim keldi. Mendan nima bo'ldi demayli qo'ying. Mushu son ko'nikini endi biz kichkimizdan boshlab takror qo'yish, takror ko'raverib pek son ketgan. Qaytida mushu bizniki davlat san'atkorlarimizdagi o'rilishda bu itot sahnaga chiqqandan keyin shu Guljamaldan qarasam o'sha harakatlari ko'z oldimga keldi. To'g'ri solganda qolasiz ya. Shundan keyin men ko'chada mansamlarni nurg'un vaqtlarda shu men o'ynagan nurg'un obrazlarimni unutib ketib, bir obraz qolgan keyin men shundan keyin yana bir maytiliqi shu bizniki ma xayri bilasan deb xizmatdashimiz, savodishimizniki bir kechiligida o'ynagan bir etot bordi. Shu etot shundan siz degan bu obrazni yepatdi. Shundan bilan ekan uni unutib qolyapti haqlar. Leylaqi bir bekchingan bir gapingiz bor, nihoyat bir shu chiroyli qilmayshimlarni. Mana shuning uchun hozir davrga moslashib, hozirgi zamonda deb turay. U pek ko'n zamondagi aslida bir etot o'rlab turam deganda men nozigul bo'lgan ketib, endi nozigul o'ynayman. O'rlayolmayman. Men xotini tutib yaxshimda, o'rtasam. Men o'ynab turgandim, nozigul aytib, yaxshi chiroyli bir salom bilan birga bir etot o'rlaydigan bo'lib keladi. Men moslash bir deb o'ylabdim. Endi o etot as ishkadan o'ynaydigan etot yo'q. Shu ham sizni o'zingiz yolg'iz kelalaysiz. Cho'qim. O'zim yolg'iz kelaman. Kelaysiz, cho'qim kelaysiz.
Әмді desek bizmo san'at hayatımızda hem de nurgulluğa obrazını orulab halkımızda hem de nurgulluğa yaxşı ta'sirlan berip keldik. Bir sanatkar tamaşbinlarga ro'yxatni uzuq berdikanmiz. Aktiv energiyalarni jamiyatda bo'lgan nurg'un yaxshi yomon ishlarning hammasini biz obraz orqali tamaşbinlarimizga ifoda etganmiz. Bunda karxançı sığınlarımız bolsa, inlarımız bolsa, bular mesela yaxşı mahsulotlarni, mesela xalqimizga qulaylik bo'lgan, shunday tor subsidiyadek mesela yangi bozorlarni ichib, bular xalqimizga moddiy jihatdan bunda yaxshi qulayliklarni olib keldi ekan, yaxshi xizmat qildi ekan. Shu partiyalar sanglar men bugun o'ziniki shu tijorat jarayonidagi nurg'un beshib o'tgan issiq suvoqlarni so'ziga shunday bu o'zining yangi bir mushulqi MP Star degan shu tor subsidiyada bo'lgan yangi mushaq yaxshi mahsulotlarni orqali mana bir programmaning boğallığını bana da mesela böyle bir çıksak, şu ekranda siz bilen bir oturup bir ortaklaşsak degende, men teklif qilganligidan özüm şunchalik suyundim, ben hoş buldum. Onun için siz chiroyli sog'lom bilan o'zim bo'lib ko'rishib oldik, diydorlashib oldik. Endi bo'lsa men o'zim bir etotlarni o'rinlab sizlarni bir kuldirsam deb o'yladim, shunday bo'lsinmi? Men bir azroq o'zim o'ynagan rollarni, tomoshalarni aslatib qo'y, o'zim bo'lib ketib televizorlardan chiqimdi, uni keyin bizmi endi aldirash bo'lib ketib, balki yaxshi etotlarni o'rinlayapmiz shu hozir. Ko'ni bo'lsam shuni aslab baqaylar. Endi bu yilqi tomoshabinda biz yoqtirgan bir nimbat yidor. Bir rollarning bir azroq bir qildim isbat shuni aslab baqaya. Chunki u etotdagi u gaplarni bakcha qadamda yaxshi ko'rgan. Chunki shu vaqt shu davrga dek moslashganmi hamda. Uningda yilqi ikki ayol o'zininki turmushi bilan o'zining oilasiga ishlarni deyishib bilan jamiyatga ba'zi bir yilqi o'zi ko'zi sig'magan bir ishlarni muzokaralash o'tirib chiqqan. Uningda bunday deyilgan hamda. Yilqi adashdı. Muşu hazır bağlı, muşu küçük kızlar pek yaman bop ketdi. Hocan. Çıraylıkla değil bu şumanın. Masonunda yanlarında somkilar gayri lan bir obraz bu omdi. Şu cemiyetki aşında bir türküm cemiyetdagi aşında bir gayri yasnıvagan aşındaylıqı özü medeniyetlik bo'lmagan bir türküm adamlarni tanqidligi asosida bunda chiqqan bir obraz deyamdi. Lekin uningki aktiv energiyalarim bor. Uni boshdan oyoq ko'rsanglar, oy bu etotda ham aktiv energiya bor ekan, ham tanqidlash bor ekan. Nurg'unligan ba'zi bir kulkulik alqamdaq universal bir yaxshi yozilgan etotdi-chu. Shuna bundan keyin fursat bo'lsa, partiyaga sanglam o'tirib da, endi biz sizlar bo'lgandan keyin bir yaxshi etotlarni o'rinlaymiz. Bundan keyin shunday qo. Demek endi Guljamanada o'ziniki shu bir jumla so'zi shu etotdagi bir kendisi orqali bizga nurg'ulg'an go'zal aslimlarni eslatdi. Demek endi haqiqatan san'atkorlarimiz o'ziniki butun kuchi bilan barcha xushalligini hammani shu san'atga, shu sahnaga atab turib bizga amalga xushallik berguchilar, shuningdek san'atkorlarimizning umri uzun bo'lsin, ishtiroqlar texniroqlar qilsin, ailalar texniroq bo'lsin da. Ailalar qadamli Nejat Niyaz efendim hemen tanıştık. Tanrık rejissörümüz, meniki ustozim. Demek Nejat Niyaz efendim o, Güljaman Hanım'ın en kollaydı. Şu an hazır kadar naide çıraylı, bir bəxtlik ayal bulup, nişerde söyleyip oturuptu. Nejat Hanım belki sizinki şu espi hayatınızda sizinki yaxshi bir tirak bo'ldi sizga deb o'ylayman. Shunday hazır qadar qo'llaydi. Shunday. Hamda bu kasbda bizningki san'at hayotimizda nurg'unligan obrazlarni o'rinlash to'g'ri keldi. Masalan, nurg'un tunmaydigan emas kasbdoshlarimiz bilan o'zimizning kasbdoshlari bilan areal o'ynaymiz. Muhabbet oynaymiz. Ananınki narqil inlan oynaymiz. Şu jarayonda o'qimagan adamlar bizni balkim palonchining ayol ekan, ha? Masalan, bu biz bu deb Nejat ishkimizning arealligini bilib tursizmi, ba'zi vaqtlarda arealga chiqibdi, oshim ayol o'xshamam degandek ba'zi bir ashlar ketadi. Hamda hamma odam to'g'ri tushunib ketmaydi ekan. Shuning ham biz birga o'qidik Markaziy teatr sho'yaniga. Biz birga bordik 82-yil, 86-yil maktabni birga bitirib, Şinjan san'at yurti opera ömkek taqsim qilindik. Shu vaqtdan boshlab biz mana 37 yil maktab hayotini qilganda birga ishlab, birga turmushda
yurttaş, xizmatdosh, muhabbatdosh degandek mushundoq uzun musofalarda birlikda bir-birimizni qo'llab bo'libmi kasb kelganda men haqiqatan Nijat haqiqatan meni qo'llagan mayli qandaq bir rolga chiqsam bo'lmaydi deb baxmaydi o'zing o'yla sana tushsa sening obrazingga to'g'ri kelsa sen shu rolni yaxshi o'rinlay olsang chiq deydi Nijat rejissyorlik qilgan bir kechiliklarda ya bir rollarni men o'ynab ashtan taz voyaga yetkazgan bo'lsam men taz xarakterim tushmagan bo'lsa mening ayolim demayman bu rol sana tushmadi xafa bo'lmasan boshqa deb o'yinsin deb almashtirayotgan yerlar bor bu kasb axloq men keyin o'ylab bajab bir menga o'zining ayol turib menga shunday qildi debchi o'zim men ko'nglim yerim bo'lgan taraf bor lekin siz deganda bu kasbiy axloq bu haqiqiy hamda shu kasbiy jihatdan aytganda cho'qim shu obrazning xarakteriga tushadigan mundaq bir artistning o'zining xarakteriga tushmasa rol muvaffaqiyat qozonolmaydi shunga hamda men shu fursatda yo'ldoshimga ko'p rahmat aytaman Nijatga hamda o'zaro bir-birini qo'llaganda xuddi bu ikki yosh ayolga o'xshash mana bir-birini qo'llab hozirgacha shunda nurg'un jafolarni yengib texmi yana alga qarab men o'tibdi yaxshi arzu armonlarga yetishiga tilakdoshman hamda mushtaq bir oilada bir-birini qo'llaganda bir-biriga ishonganda bir-biriga mehr muhabbatlik bir-biriga sodiq bo'lganda hamma ishlar o'ngishli bo'ldi ekan muvaffaqiyatli bo'ldi ekan bu so'zlaringizlar o'zingizga nihoyat baxtli ekanligingizni ko'rib turibdi har vaqt mana shunday go'zal simoyingiz chiroyli kulkingiz bilan biz bilan doim ko'rishib turishingizni umid qilamiz rahmat mushkulotlarga duch keladigan gap endi bir oilani yaxshi etmayish jarayonida shu nurg'un kishilar tijoratni oilani taq etmayish jarayonida nurg'un jafolarga uchraydi unda sizlar shu shirkatlar ishlari ya'ni ig'lik tiklash musobaqalarini mustahkam etmayish hamda oilani yaxshi mustahkam etmayish jarayonida qanday o'zinglarga bir-biringizga qanamasizlar bu jihatda hamda shirkatda bo'lsa hamda er xotin ishlaymiz o'zimizniki shu doiramiz xizmat doiramizni bo'lishib olamiz ham shunga o'zimiz mas'ul bo'lamiz shu xizmatni og'ir chiqarganga o'zaro bunda aralashib oldigan ishlarni qilmaymiz xizmat jihatda masalan korxonada kichik vaqtimizda hamda ota onamiz deydigan oila noyatibak muhim oila bo'lmasa ishlaringlar yaxshi bo'lmaydi deb bir gaplarni qildi bizim shu oila kelgan vaqtida hamda korxonamiz o'zlayman bolalarga ishlayotgan shu xizmatchilarga deyman tuandu degan bir narsa bor dedim men mayli korxonada bo'lsin bu oylikmi bir tajat hinamdi bir cho'ng bir oila bo'ldi-ku buning cho'qim bir maslash kerak kim nima ishni qildi masalan dada opa nima ish qildi baloga adam nima ish qildi uyda cho'qim bir maslash kerak shu shu biz uyga oila kelgan vaqtida masalan uyning ishlari bo'lsa ikkalan bo'lishib olamiz bolalarimiz shuni o'rganib ketgan men nima qilishim kerak o'g'il nima qilish kerak qiz nima qilish kerak uyning ishlarini shu oyliklarni hamda biz ishlab tutib kelayotgan demak ham sabay deb qoldi oilada ishlarni bo'lishib olamiz deb o'z dedi-ku undan so'ng demak tomoq etishlarni bo'lishib oldi degan gap nima jo'ada tomoq etamsiz odatda odatda ishkala olmish bitimiz bu yoq say to'g'risi men qo'riyman yo bo'lmasa men to'qsam bu qo'riydi degandek men shirkatni boshqaryapman sen qil bu uyni ishini deysizmi ishim deyilmaydi lekin bu er ayolniki hozir qatorida bir-birisiga moslashishlik intayin yaxshi kelgan kasbda yoki oilada shunga hozir buna baxtli gulgulik kelib o'tiribdi andan keyin masalan to'g'ri tushunmasliklar bo'lib qoladi masalan shu ayol kishilarni chiqroq sirtlarda tijorat bilan andan kishilardan ko'rishishda shu vaqtlarda masalan to'g'ri tushunmasliklar bo'lib urishib qolamizlar barabar hamda u jihatdan men bakjiq o'ylashib ketmayman biz o'z pek ishini degan sizlar men shu aytdim yana qanday bo'ladi hamda meni ko'z qarashimni desam shu u jihatdan hamda kullash desak yo'q desak u bo'lmaydi cho'qim bo'lishi mumkin ozroq yoki ba'zan bir ishlarda bir vaqtlarda lekin hamda u kunda kullaydigan degandek u meningcha u bir azob nima qilamiz hamda bir oila qurgandan keyin ishonish kerak ishonch bo'lishi kerak
To'g'ri. Shunda bo'lsa, radioda siz-chi, sizni ishingdan siz. Buni demaydi, yig'lab Menimcha oilami bir hamkorlik ekan deb o'yladim. Faqat shirkatlar hamkorlik bo'lmasdan oilami arayal o'zaro bir hamkorlikni yaxshi olib borganda bu turmushni uzunga apag'ili ham boshqacha qilib bo'ldi ekan. Arayalniki hamda odam bo'ldi ekan, biz kamchilik o'tkazmaydigan inson bo'lmaydi ekan. Hammamizdan kamchiligi bo'ldi ekan. Shuning biz qarshi tarafdan kamchiligini qabul qila olganda, ortiqchiligini joriy qildira olganda bu hamkorlikni uzunga olib bordi ekanmiz. Shaxsan ba'zan bizmi oila bo'lgandan keyin urush jidallar bo'lib qoldi, lekin yana buni o'zaro keng qo'saqlik bilan birsimizning kamchiligini to'liqlab ham hisobda bizni uy tutaqli 14 yildan eshibdi. Yaxshi olib ketib boramiz deb o'ylayman. Yaxshi hamkorlik asosida yaxshi gullantirishinglarni, ammo men ana shu go'zallarni kichikina suyunlik oilanglarni men shunda baxtli holatda davom etishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Bu Karxanchilarning paralashlarida ular mushuna bir so'zni takror aytdi, ya'ni talantdan sadoqat muhim deb. Siz bu ishga qanday qaraysiz? Mening his qilishimcha, shu oldi bilan ish qilishdan burun oldi bilan odam bo'lishni o'rganish kerak deb o'ylayman. Odam bo'lishni o'rgangan chaqda, andan keyin ish qilsak, shu odamiyligimizni asos qilib turib, mayli ish qilsak, hammasi shunga tushadi. Ammo sadoqatmanlik, masalan, qobiliyatdan sadoqatmanlik bo'layim deganda, men uningdan bekrak sadoqatmandan muhim o'rinda turdig'ini mehr muhabbat deb o'ylayman. Chunki odamda mehr muhabbat faqat aylanmaydi. Mayli ota-onamizga bo'lsin, oilamizga bo'lsin, do'stlarimizga bo'lsin, hatto kasbimizdami mehr muhabbat bo'lmasa, uningdan natija chiqilib bo'lmaydi deb qarayman. Shuning men sadoqatdimi bekrak muhim turdig'ini balki mehr muhabbat deb qarayman. Rahmat. Albatta mehr muhabbat bilan dunyo go'zal. Bu bir eng chong tema hamda haqiqiy savat. Endi bugungidek shu Karxanchilarning paralаш jarayonida biz mana shunday nurg'unliq aqliy so'zlarni egallab olamiz. Alloh sonlarimizda biz ana shu bayatdanqi talantdan sadoqat muhim degan so'zni takrorlagan bo'lsak, endi mehr muhabbat hamda biz tushdi degan bu uqumni yana bir qatam jazmlashtirgan bo'ldik. Bo'ldi ana shu mehr muhabbat talant, sadoqat mujassimi bo'lgan bu shirkatlarning keyingi taraqqiyotiga qutlug' muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Rahmat. Biz salonga borgan vaqtimizda shu lider degan markadagi nurg'un mahsulotlar ko'z oldimizda namoyon bo'lib turadi. Ham bizmi shularni ishlatdik. Masalan, ularga tali so'ribati, chashko'hri degan o'xshash nurg'un. Menimcha shapil meg'zi, qashliqlari degandek demak hammalar yaxshi ko'rgan shu bir yush mahsulotlar bor. Ana uni ko'rgan vaqtimizmi Siyodan Osmon ishlab bir tabiiy isimliklar quraydi. Aslında lider doğrusunda bir to'xtalmoqdik, o'ylab baksam, onu biraz bermayapsiz. Yo'q. Abiyetten degandek bizniki Lider markasdagi Abiy Guljamal adam degandek bizniki shoptolmay desa faqat issiq kelmaydigan adam yo'q. Bizniki 2008-yili Lider markasdagi chash asrash buyumlarini bozorga soldik. Hozirgacha yana 12 yil bo'ldi bizniki bu mahsulotni bozorga soat qilib. Hozir mahsulot turimiz 70 xildan oshadi. Butun Shinjong bo'yicha yillik setish summamiz 20 milliondan oshadi. Endi buni bizniki inim cho'ng inim Aysa Rahmon bo'lsa ishlab chiqarishga mas'ul, kichik inim bo'lsa Ali Rahmon bo'lsa u setishga mas'ul. Bular shu ishki shirkatni taraqqiy qilg'izib, bu markani butun Shinjong bo'yicha amaliy setish nuqtasini asosda yana setyapti. Demak, endi haqiqatan bu mahsulot xalqqa yardi. Hamma qarindoshlar bu mahsulotlarni intayin so'yinlayapti. Hamda unumini ko'rdi shaxsan bizmi shu vaqtlarda izchil shu mahsulotlar bor deb turib shu berib chashirimizni asrab, shu shapil meg'iz maylarini ishlatib naytda o'zimizni bak unum olgandik. Demak, endi shunday bir mahsulotni o'tirib chiqarib xalqqa yaratmoq intayin mushkul bir jarayon. 12 yil bo'ldi deysiz, hozir qadar bu mahsulot tozalab ketayotgan bo'lsa, haqiqatan g'alaba qilibsizlar. Rahmat. Bu izchillashtirish degan bak muhimcha bo'libmi xalqningki ishonchiga erishganda, masalan, iste'molchilarning ishonchiga erishgan vaqtda anonikin bu taraqqilib izchilishidi, davomlashidi degan gapchi. Nurg'un mahsulotlar bor ekan, har xil har yoq biz anlatmoq mumkin. Hayvat bilan chiqdi. Bir yil qolmay yo'qolib ketadi. Chunki endi u mahsulotlarning endi ishonchlik mustaqil masalan hozir qilmish lider markasida men hozircha shu
İlan emas şu rast haqiqat hazır şunu E'larga pul bermegen. Şu çaş sopunu bilan aşu mesela şaptıl meğizle ma haftada bir qitim çoqum kirib mesajlarga antibiyo qilib asrab qilma bir xil aşlıq purqimi bir xil bizga bir xil yeqishlar bir xil yaqinlik shu bir xil odamga har bir qitim shunday dediqi chincha deb qo'yamiz hanuzcha bir kirganda bir xil o'zingizniki tunishdan bir to'yga bo'ldi anikin bularniki mulozimat har jihatdimi haqiqatan bizning rizvonda sonimizmi nihoyat kuch bergan ha u qiz nihoyat astoydil odamga har bir vaqt shunday bir illiq muomala bilan bizni qarshi oldi shundan bas suyunma Mana Kongo bularmış. Bütün şu dalış şirketlerinin hemisi bizdeki çolpanlarımızı, sanatkarlarımızı, obraz yakını kıvatıdı. Buna koğanda iki tarafga hoş menfaat etkildi deb o'ylayman. Siz tushuncha mana. Shundaq men shu lider basqan yo'llar degan mush programmanki qo'yilganligini men Undidarda ko'rgandim. Undidar supsida ko'rdim. Ko'rib bir yaxshi bir program bo'pti dedim. Mana bugun shu Nahmaydan o'tirib mush program qatnashyapman. Mush programning yo'l qo'yilganligi nihoyat yaxshi bo'pti. Shuning uchun suyundim. Mush orqali nurg'unlagan bizniki nihoyat korxona yetishayotgan korxonachilarimiz, mushtaq nihoyat hozir patigunda utuq qozongan bundaq insinganlarimiz mushundaq korxonachilarni tanishtiradigan, xalq texmi texmi bir tashviqot bo'lgan yaxshi bir program bo'pti. Mana mush program orqali biz san'atkorlar o'tiribdik, bular bilan tang hamdamli bo'lib, misol o'rtoqlashib mushu san'atkorlar bilan mush korxonachilarning hamkorlashishida mushundaq bir birlikda o'tirib mushundaq o'zaro fikr almashtirib mushundaq o'zaro hamkorlashishida nihoyat bir yaxshi bir masalani nihoyat yaxshi bir unum bo'lganligini men o'zim his qildim. Men bu hamkorlashgan burun endi o'ylasam biz bu mas'uliyatningki haqiqiy safligiga, ishonchligiga aştanga kapalatlik qila olsa, andan keyin biz buningga yoki vakolatchi bo'lgan nima yoki obraz vakili bo'lganga yoki mushu maslahatni tunishtirganga biz andan keyin qabul qilamiz. Chunki biz bir xalq tanilgan san'atkor, biz bir xalq e'tirof qilgan san'atkor turib, maslahatning ishonchlik bo'lmagan maslahatlarga aldirib chiqmaymiz. Shuning uchun sifatlik ishonchlik maslahatlarga biz endi ularga tashviqotga nihoyat bir yordamda bo'ldik ekanmiz biz san'atkorlar. Bularningki endi bizni taklif qilishi, o'zimiz o'rtaq hamkorlashishimizda bularning mahsulotlarining texmi ishonchlik bozorlik bo'lishiga bizim azroq kuch qo'shilganmiz. Shuning bundan keyin davomli hamkorlashamiz. Demek bu yaqinqi yillardan buyon cho'lponlarimiz bilan korxonalarning o'zaro nihoyat sevimli hamkorligidan korxonalarimiz ro'naq topadi, cho'lponlarimizning sahimdagi umri ham nihoyat uzun bo'lyapti deb o'ylaymiz. Shuningdek bu hamkorlik hammamizni suyundiradigan to'liq sevimli bir hamkorlik bo'ldi. Bugungi san lider boshqa yo'llar programmamizda nihoyat yuqori kayfiyatda, qizg'in holatda ko'ngillik mundashdik deb o'ylayman. Bir yoqdan starliklarning besib o'tgan musofirlarni, mushtariyamga hikoyalarni angladik. Bir yoqdan Jamoliddin bilan ko'rishib, parallashdik. Ana shu qisqagina daqiqalar orqali bizga o'zining sevimli san'at hayotini bir eslatib o'tdi. Mana shunday qizg'in daqiqalar, sevimli hikoyalar, tajribalar hammasi bizning lider boshqa yo'llar programmamiz orqali diqqatingizga sunib kelyapti. Kelaksan programmamizga mazmunlar texnik sarxil. Undaqda bu san programmamizning oxirida sizlarning tijoratinglar qutuq aylanlarga baxt tilab, sizning bundan keyingi san'at hayotingizga texnik muvaffaqiyat tilab ham ailangizga baxt tilab oxirlashtirsak deb o'yladim. Rahmat. Sizmi texnik chiroyli turing. Bundan keyin ishlaringiz ham utuqli bo'lsin, sog'lom. Salam shu. Sizlarga undaqda qadrli ko'rmanlar, kelaksan lider boshqa yo'llar programmamizning mazmunlariga davomli diqqatlarni ag'darasizlar.